Assalomu alaykum. Sevgili kichik bolalar rasmli kitob klubimizning umoq ishtirokchilari, hammanglar yaxshi turyotamsizlar. Bugun sizlarga o'zim bek yaxshi ko'radigan bir kitobni olib keldim. Hammanglarning quliqi menda bo'lsin amsa. Men sizlarning Mihray opanglar bo'laman. Dunyoni aylanib, olma qiyamliq qat-qat yasayman. Tavsiya qilg'uchi Mihray Umar. Tarjima qilg'uchi Nadira Abdurahmon. Mikrofon oldida Mihray Umar. Olma qiyamliq qat-qat yasash bak oson. Avval bozorga berib, lozimli materiallarni setib olamiz. Ondan ularni aralashtirib, duxovkaga selib, paras-purus qilib pishirsak-la, mazali qat-qat tayyor bo'ladi. Ammo do'konlar taqilib qolsa, qanday qog'liq? Hech yo'q. Darhol uyga qaytib, chamadonimizni ratlab, nas kerak tizimligini ilib, rohat oyog'imizni kiyib, paraxotga o'tirib, Yevropaga boraylik. Yana dahi paraxotdagi 6 kun vaqtdan foydalanib, italyanchani yaxshi o'rganaylik. Buongiorno, gracias. La 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 la. La 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 la. Navoda vaqtni yaxshi hisoblagan bo'lsak, Italiyaga borgan vaqtimizda naq hosil mazgili bo'ladi. Sahroga berib, ekizdan qat-qat yasashga ketadigan un uchun bug'doy o'raymiz. Liqqida bir ikki quchoq bug'doy bo'lsa yetadi. Ondan poyezdga o'tirib, Fransiyaga berib, Mikyandan birini topaylik. Fransiyalik Mikyanning tuxumi bak nafis bo'ladi. Biz yasaydigan qat-qatq cho'qim eng yaxshi materiallar bo'lishi kerak. Chiroyli gaplarni qilib, u to'xodan bir tal tuxum so'raymiz. Bonjour. Bonjour. Merci. Navoda u to'xoni billa ilib ketalsak, texim yaxshi. Navoda yerim yo'lda tuxum chiqilib ketib qolsa, to'xoyinimizda bor emasmi? Endi cho'qim bir amal qilib, Sri Lankaga berishimiz kerak. Sri Lankada ingliz tilidan boshqa urdu tilini ko'proq ishlandi deydi. Tirishga yig'iz o'rganib manga. Namaste, namaskar. आपका नाम क्या है? Shukriya mera bay. Sri Lanka bo'lsa Hind okeanidagi Nashbitga o'xshab ketadigan bir kichik orol. Dunyodagi eng yaxshi qo'zoq darchin shu yerdagi darchin daraxining postidan yasalgan. Shunga issiq balbog' yomg'irliq o'rmoniga berib, darchin daraxini tepib, ozroq daraxt postini so'yib olsaqla bo'ladi. Agar u yerda yilpiz uxlayotgan bo'lsa, cho'qim ovoz chiqarmay asta harakat qilishimiz kerak, jumu. Bayali chunmun janjari runchun kitna motor hai yemiran. Izamli bisalaya. Bular urduchi naqshlarni bek anglaydi-ku. Xo'sh, Sri Lanka. Endi poyezdga o'tirib, Angliyaga berib, inek bilan do'st bo'laylik. Uning adablik salomlaridan kishining masligini keltiradigan yedidanla uning angliyalik inek ekanligini bilalaymiz. Uningdan 1-2 stakan sut so'raylik. Navoda bu inekni ilib ketalisak, texi yaxshi. Shundoq bo'lganda biz yasagan qat-qat bak mazlik bo'ladi. Thank you. Endi Yamaykaga boradigan liqqida banan qachlangan kiyimiga o'ltirib olaylik. Bizga yana tuz lozim bo'ladi. Bir qutiga tuzliq dengiz suyidan qachlab olsaqla bo'ladi. Gudu. Paraxot Yamaykada to'xtagandan keyin yaqin atrofdagi shikar qumursarligiga berib, barliq odamlarga o'zimizni tanishtiramiz. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is
İngliz tilini yaxshi o'rganmaganimga bek pushaymon qildim. Ularga olma-qiyamli qat-qat yozmoqchi ekanligimni bildiramadim. Ularning bu yerlik tili bor-ku, ammo ingliz tilini ishlatdik-ku. Oxiri har xil harakatlar bilan ularga tushuntirgan bo'ldim. Ularga olma-qiyamli qat-qat yozmoqchi ekanligimizni aytib, shakar qumushidan bir nashtal olamiz. Bu ishlarni qilib bo'lgandan keyin eng yaxshisi aeroplanga chiqib uyga qaytamiz. Shunda bo'lganda materiallar sesib qolmaydi. Har rost yamayqiliqlar baqqaltis bo'ldi deganni ayri deydi ekan. Bu ishlarni bizmi baqqaltis tamomladik, shundaqmi? Ayri! Voy, yana bir narsam kam qoldimi nima? Olmachu. Apple. Hozirdan boshlab o'rganay. Men cho'qim ulgurman. Ushquchi bizni Amerikaning Vermont shtatida tushirib qo'ysin. Uzun mangmayla alma zarliqqa yetib boramiz. Daraxtdan 8 tal qip-qizil alma üzümüz. Birini Mikiyanga, birini Kaluga, yana birini o'zimiz yeymiz. Andın dərhal uyga qaytib, qolgan 5 tal almada qat-qat yasaymiz. Oldi bilan bug'doyni ezib un qilamiz. Andın qo'vzoq darchinni ezib olamiz. Dengiz suyini parlantirib, uningdan tuzni ayirib chiqamiz. Shakar qo'mishni qaynatamiz. Puruq. To'g'ri tuxum tug'di. Yo'q, Mikiyan. İnekni sog'imiz. Sutni to'xtamay qo'chib, qaymoq yasaymiz. Olmani to'g'raymiz. Taq. Hamma materiallarni aralashtirib olib, duxovkaga silib, pishirsak bo'ladi. Nesli hidi kelyapti. So'g'anda do'st birodarlarimizni chaqirib, birga yeymiz. Esingizda bo'lsin, alma qiyamli qat-qat bilan vanilla morojnisini qo'shib yesa, bak mazlik bo'ladi. Vanilla morojnisi bozorda bor. Navoda do'konlar taqilib qolsa. Qandoq qilib? Alma qiyamli qat-qatni yemdik yoki dunyoni yana aylanib chiqamdik. Sevimlik umoqlarim, bu kitobni yaxshi ko'rdinglarmi? Nimalarni his qildinglar? Bir qatimliq alma qiyamli qat-qatni yasash uchun dunyoni aylanib keldik. Bir qiziq bo'ldi-ya. Amsi bizning bir tahsil lag'man pololarimizni etishimiz uchun nalarga, kimlarning oldilariga berib kelalamiz, ha? Sizlarga desam, og'zimizga kirgan har bir luqma taom hargizmi mundaqla kelib qolgan emas. Bir luqma taom dehqonlarimizning yerlarni terishi, zavodlarning pishiqlab ishlashi, bozorga silinishi uchun pirsilinishi, dadimizning setib elib, opamizning tar qo'shib etishi bilan ondan og'zimizga kirdi. Shunga har bir luqma taom uchun minnatdor bo'lishimiz kerakmikan? Opamizga rahmat aytayli, dadimizga rahmat aytayli, dehqon tog'larimizga rahmat aytayli, ma'qulmi? Ha rost, yana til o'rganishimiz kerakkan, shuni his qildinglarmi? Biz agar ona tilimizni yaxshi o'rganish bilan birga boshqa doim ishlanadigan tillarni o'rganib olsak, boshqalar bilan bemalol paranglashib, maqsadlarimizni bildira oladiganmiz. Shunga suyimlik umoqlar, cho'qim ona tilimizni yaxshi o'rganish asosida xanzu tili, ingliz tili, yapon tili, fransuz tili qatorliq nurg'un tillarni o'rganib olsanglar, tex yaxshi. Billa o'rganib mangayli, ma'qulmi? Undaqda kelar qatimliq hikoyamizda ko'rishaylik. Amon bo'linglar.